Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Şinjanning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatni bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram. Nazifa markasdagi qochquvchilar azam emasdi. Sog'lomlikning muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochquvchilari, yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'a qiling. Ular xushal bo'lsin. Ham sog'lom bo'lsin. Umid ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organmiy ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildiruvsi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organmiy chash so'pilari. Nimish bo'ldi? Yumorboy qusqalarni ro'shada ketdi. Qanday suv chiqqanlar? O'qilmani qonunga nurg'alashdi. Oshqozon kislotasini qo'yibdi-chu. Chiqdi ishga a'zolarni qanash ehtimoli. Darhol ishga ko'rsak, tayyor qilinglar. Dayjima bo'lishimiz mumkin. Yaras, doktordan boshqa xabar qilib qo'yinglar. Gulnur. Mutaxassislar ko'ribsa xabar qilinglar, darhol tayyor bo'lsin. Bo'ldi. Aka. Ovozimni angladingizmi? Aka. Lisat Polat direktor. Oliya? Siz benim iş qilsiz? Siz tek anlamdingizmi?
Nimani? Xizmat müdür öz xatolik uchun birab ishdan to'xtatildi. Nima? Voy. Seni uyda o'ltirib bir hafta xatolig'ingni o'ylash dedim-a? Ha? Uy. Nima bo'ldinglar? Nimacho'lar hayron qilsizlar? Hayron qolmamdiq. Boshqa odamni emas, seni uyda o'tirib xatolig'ingni o'ylash desa, albatta hayron qolamiz-da. Shunday emas, acha. Shirkatda burunda ishlayotganingiz-ku nima bo'ldi hamdi? Acha. Shirkatda bir ish terga o'xshamamsa? Men ish termagan. Ish terdingizmi ataga? Dadamchu shirkatga berib, jiq odamlarning oldida direktorning yoqasiga eslib, "Chinangdan to'ydingmi?" deb vaqirgan. Rostmi? Voy, aka, nim qilganing bu? Voy, shirkatga berib direktorning yoqasini qamallig'ining faqat bo'lmabdi-jimi? Meningmi unda qilg'im yo'q-da. Shu ochchig'imda bir kamda qarsam qo'limning yoqasi tumimda. U balonicha ta'sir berdi. Bu ishni men o'zim bir taraf qilma deb men va'da qilgandiki, shunday qilish kerak-da. Bo'lsang satqinliqimidi? Men liderning ishxonasiga kirib, men rostga qildim. Rostga qildim? Shuning uchun men bir hafta men hujramda yaxshi orom olaman. Bo'z uchun menga daxli qilmanglar. Jimi, kepim tugidi. Men to'ydim. Ha? Nashq bo'lding? Hay, texchi nashq qo'tamizlar. Ha. Ey, Polat. Aka, yaxshimisiz? Bu masalani o'zim hal qilay deb atdingiz. Xislatni xatolikning to'nuvi deganingiz qanday gap bu? Ha? Men shu hozir anglashim bu gapni. Shu ishni bir taraf qilayotgan aka. Siz bilan urushgan odam men tutsam, bu xislatni jazolashga bo'lamda. Men yaningizga boraymi-ya? Ha? Yo'q, bo'ldi aka, bo'ldi. Men hozir yig'in ichayotganda, yig'indan chiqib o'zim boray, siz kelib yurmang, ha? Ma'qul, bo'ldi. Telefonni qo'yib atdim. Ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul. Yaqindan yoqi. Ajabmi chiqishlar yuz berib ketdi. Shuni degina. Voyt, Ranaxon. Jurat degan bola ma'maliga sizni ajab izlab keldigan bu holda. Xislat. Yoqada undash yo'q. Jurat sizni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi, ha? Bo'lmasa bu yerga kelib sizni izlab tomoq yeb nemish qildi. Chada xato tushunib qopsiz, undaq ish yo'q. Lekin Juratmi yaxshi bola-ku? Shu, naytimi kelishgan, puli jiq. Andan sizga naytimi tashabbuskor. Nimani qildigan sizlardan hech. Hech ketibdi. Yana. Hey. Bu ishkingni ochib turib mushtoq tabsizlar? Voy, nima bo'lsa? Qiziq bo'lsa. Acabek to'g'ri dedingiz-jimi? Qizvolchi o'zi yaxshi ko'rgan emas, o'zini bakrak yaxshi ko'rgan tanlab to'y qilsa, andan baxtli bo'ldi-ku. Opam shunda degandi menga. Menchi kim Ranani bakrak yaxshi ko'rsa, shuni tanlasin. Endi sizmi mushtoq deyatsizku? Shufkam, bo'lmasa to'ydan keyin quruq o'yin tutib o'tirgan gap. Shuni yaxshiroq o'ylashib, andan qaror qilgan yaxshi. Voy, tuniguncha Jasur kelib ko'rashmay ketganda shuning xapib qoldi bo'g'ay. Jasurimiz. Har qancha aldirash olsin, ayol biyad bo'lgan ekan, ko'rishib mang'izchu. Shuni degina, Jasurning nim qilgandi. Aldingmi, afkam? Aykishi to'y qilib bo'lgandan keyin bak o'zgarib ketadi deydi. Sen unda qilmajimi? Voy, bo'ldi qilsa. Naya? Akam o'xshamasa, bir. O'xshamasa? O'xshamayman men. Jini bo'libdi. Bak
болғандықтан кішік балың шығып немеш қылса? Ай, апа, çıkışıp koyduk. Salam аны. Bak kızık gel bu. Apam mı kabuk çıktı? Asbatlan derkan geplerini qaradı xe. Açam işte xe. Qanaroq tursiz? Tüniga o'lgan tas qoldi. Shunda. Deydigan siz. Azroq xatarlik ahvol bo'lib qoldi shu. Uni hisob qilmagan bak ig'ir deb ketgan olmaydi. Doktor, bu ahvolda men qizimning to'yini ko'ralandimman. Biz bütün kuchimiz bilan tirishamiz. Mening bek uzoq yoshim yo'q. Lekin qizimning to'yini ko'ramay ketsam, xotirjam bo'lmayman. Qizim faqat chidaman. Doktor, siz rost gap qilmang. Mening soat qanchalik vaqtim qoldi? Bunga bir narsa demek sal tez. Biroq biz barcha amallarni qo'llanib sizni davolayapmiz. Umidvor bo'ling. Qizimning to'yini ko'ralamni ko'raman. Men qizimning to'yini ko'rishdan boshqa hech qanday Menimcha qizingizning to'y ishini allabirdan bekitib bo'lgan ish bo'lgan ekan. Vaqt sal alloh sursang yaxshimikin. Naqsab xato tushunib qolma. Allohning balduroq murod maqsadiga yetgan yaxshi emasmi? shundoq. Burmaroq murod maqsadiga yetgan yaxshi. Rahmat sizga doktor. Yo'q. Undaq demang. Nemish tuyuqsiz bundaq qilasiz? Men bemorning davolang desam, uni ketkizibsiz-ku. Lekin men davolash to'xtaydi deb baqdim. Undaq u nemish doktorganda shiktimang deydi. Men faqat rost gap qildim shu. Bir amalni qilib davolasak bo'lmamdi. Nima deb bel qo'yibsiz? Onun kızının diyor yaşayanlık hiç kim bir narsa diyemeydi. Bunu siz ondan bilirsiniz o. Rehbersiz dünya. Yani bir biraderimizden ayrılgan olduk da. Kim o? Doktorluk başta sizin dostunuz çarpılır. Kim diyeceğini.
Oy. Adaş. Kim oldu? Bu kimin ki olsan o? Bu 2 gün bombayla çıketmekşi mi? Bence. Nama. Acıdı yok. Üzen nasıl üzen bu ayağım. Gidiyorum ama yani. Baldırak öyle kayıttım. Birer gün olsun o. Vallahi onu bilip duraydı. Tamam. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırdı. Vay nemin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Alımkam izlep kelgan? Tag'am meni do'kon qarab turib chiqayotgan bo'lsa kirdi. O'tirib turaman. Mana ben keldim. Oy. Qanday alımkam? Sana kelib oldi. Qiziq bola ekansiz. O'zim bir taraf qilaman deb va'dani menga berib qo'yib, xislatni birdan ishdan bo'shatib o'tasiz. Birdan uyingizga ketib damiling deysiz. Qizimni bo'lsa ko'rib qolgan o'xshamamsiz. Unda emas alımkam, siz xato tushunib qopsiz. Sizlarda? Ha. Direktor kelibdi. Nima? Ha. Sizdan deganingiz to'g'ri alımkam. Xato. Ha. O'g'il bola degan gapida turish kerak. Shundami ya? Ha, qancha ish bo'lsa-mu, o'zi qilgan ishni boshqa chiqish kerak. Shundami ya? 100% to'g'ri. Ha. Ha. Zo'rg'on. Ishqilibsizlar. Voy, nima tushib o'tadi? Kim siz bilan muңdishibdi? Men sizga nasihat qilyapman, Po'lat. To'g'ri, alımkam menga nasihat qilyapti. Ha. Voy dada, bunda o'tirg'u söylep nasihat qilgan nemisin? Uy, nasihat qilish kerak. Gap anglamaydigan, gapida turmaydigan bunda bolaga nasihat kerak. Shundami ya? Ha. Voy dada. Bu ya direktorning xatoligi bo'lmasa, direktor, men sizga deyveraman. Ay. Ulan, mana bu ishga akishning o'tirdiki parang. Siz buning aralashmay, ishingiz bo'lsa chiqib qilavering ajra. Shundami ya? Ha? Ishga akishning ishingizsiz nima bor? Chiqib ishingiz qilaveraman. Shundami ya? Ha, chiqing. Ha. Bir undan bo'lishayotgan adam. Nega gapdi bu? Men gapimda turmagan degan. Ha, shu. Oldin qitimda shirkatga borgan vaqtimda men sal chechilib qoldim. Ular qani? Ular do'konda qoldi? Ha, qaynatib kuyog'il. Taz bir muңdishayli debdi-da. Ayjon, hamma, nadi qolaymiqan gaplarni qildigansa, nadiki u qaynata, kuyog'il degan. Acha. Ish endi bu yerga kelgan e'tirof qiling, ha? Nimani? Uy, agar hech qanday munosabatinglar bo'lmasa, bir direktor o'g'adam nimish bunda qildi? Ayjon, nadi gapni qildigan. E'tirof qilmasangiz, aqlga sig'amdi. Aql sig'maydi, qat'iy aql sig'maydi. Jon, unda ish yo'q dedim-ku, nima unda qilsizlar?
qilmasam bo'ldi. Xislatni yaxshi ko'rdiganim rost. Lekin bizda to'liq bir qaroq gaplanmadik. Endi oldingizda bu gaplarni bek uchuq deyishim xato. Meni kechiring. To'g'ri deysiz. Menmi siz bilan bu gaplarni bundoq yuztirani uchuq yo'riq deyishmasam bo'ladi. Lekin men qanday qilaman? Xislat opasidan bek kichik qolgan. Yetimlikning dardini yetkichi tortdi. Uning turmush ishlariga mendan boshqa kimni ko'ngil bilib bo'la oladi deysiz? Bu balaning ishi o'z retiga tushmasa, men o'lsammi ko'zim yumilmaydi. O'g'il bola bo'lgan bo'lsa-ku, qanday qisiqlab jannat boqatdi. Bu bir qiz bola danga. Sizlar yoshlarmi shunda bir qaroq gap bo'lolmadik, ikki qaroq gap bo'lolmadik deb so'rishib yuraversanglar, ati o'gin sizning yeshingiz oyog'i bordi. Xislatning yeshi nagi bordi? Agar vaqt uzarsa, bir qiz bolaning nomiga dog' tegib qolsa, keyin xislat qanday qiladi? Rasalim, lekin bu xislat mendan o'zini qochirib yursa, lekin men tirishib uning maylig'ini qo'lga keltirman. Mendan bo'ldi ekanman, xislat jafo tortib qolmaydi. Ular zat nim deyishyotgandi? Nim deyishetdi apa. To'yning vaqtini bekitayotgandi qachon. Og'zini juma bir. Hey, ular urushib qolmagandi ha. Chiqib qo'y. Ana, o'tiramay qoldi. Qaranglar, o'tiramay qoldi. Ishqiy piroq degan ha, xislat ha. Ajoyib narsa. Og'zini juma. Kechiring xislat. Butun kuchim bilan tirishdim. Nimda buya kelasiz deyman. Siz nishq o'zingizni oshkorlaysiz. Nishq dadam bilan ko'rishsiz. Bekordan jazolanib. Ikkimizning maqsad o'xshash. Dadam ko'nglingiz keldi qilmagandi. Yo'q. Shundan paralashdik. Bo'ldi. Men mo'ayimsa. Aka, mana qiziqqan çayını demlep kiribdim. Sıkışça. Vay aka, bu yaqindan beri bek g'alati bo'lib qolsanchi mi? Ha? Hech qachon qilib boqmagan ishlarni qilib, voy mana bolalaringni sotga arz qilding. Xislatning shirkitiga berib jidal chiqarding. Yana texi bu direktorni chaqirib bu yerda o'san qilishtiringchi. Sozat nima bo'ldi aka? Aslida balduroq shunday qilsam bo'pti ekan. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi osha chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Abana geldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur to'ygi suti atgan chayi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalg'ach markalik sopun parashugi. Vatib erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalg'ach markalik sopun parashugi.